Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, mana bugun muborak Ramazon oyini 16-kuni tugab, 17-kuniga o'tdik. Tamam. Hozir soat 2 bo'ldi. Ya'ni 5 stakan 2 kechasi. Atrofdan ham bilinayotgan bo'lsa kerak. Ramazonning barokati bo'lmoqda. Bunaqasi ostida oziq-ovqat paketlari tayyorlab, mana shu ehtiyojlarga imkoniyat cheklangan aholilarga ulashish uchun, ya'ni ertayu kech ishlanyapti. Alloh razı bo'lsin, birodarlar ishlayapti. Ko'ngilli birodarlar bo'lsin, jamoamizdagi birodarlar bo'lsin. Ertani kech demasdan, nima deydi, kunduz demasdan, kecha demasdan ishlashyapti. Alloh taolo rozi bo'lsin, ya'ni ro'za hollarida. Bugun ham o'sha kuni kecha so'yganimiz 3 ta qoramolni bugun ertalabdan ish boshlaganmiz. O'sha 3 ta katta qoramolni go'shtlarni suyadan ajratib turib va har birini 1 kilo qilib tarozilarga o'lchab, undan keyin latoblarga solib, idishga solib, uni keyin fasodga qilib, ya'ni paketlab o'ralgan. Ya'ni bu narsa oddiy bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin buni o'ziga yarasha bir mashaqqati bor, o'ziga yarasha bir qiyinchiligi bor. Va undan keyin mana hozir soat hali mana 2 bo'ldi. Hozir keldik, bu oziq-ovqatlarni yuklashlik uchun keldik. Birodarlar mana tayyorlashyapti bu yerda. Mana bu yerda bu tayyorlangan qismlari. Shuni arzon qilib ketaylik. Arzon qo'yaylik. Xo'p, chiqolmasdan turib arzon qilamiz. 4 litr yog', 2 kilo guruch. Yani mahsulotlar ham Allohning izi bilan eng yaxshi mahsulotga qo'yilgan. 2 kilo guruch, tomat, 2 kilo makaron, 3 kilo shakar va shulardan iborat. Hozir bu yerda yo'q ekan, 4 litr yog' keyin. Undan tashqari bir quti sariq yog'i va mana bunday 350 gram nima? Ishtarat. Bu yerda Ramazon bo'lgani uchun saharlikda yeyiladi qo'yilgan. Va bu yerda mana un turibdi. Mana bu unlar ham har bir oziq-ovqat paketlarining oldiga 10 kilo un va shu 1 kilo go'sht qo'yiladi. Endi go'sht mahsuloti bo'lgani uchun to'g'ri go'shtimiz bizda shu muzat kamerada turibdi, lekin go'sht buzilib qolmasligi uchun, bu narsani shu tezroq tarqatib olishlik uchun, ya'ni o'sha birodarlar masalan juda yaxshi qilib harakat qilishyapti. Alloh taolo qabul qilsin. Ya'ni bu narsalarni charchoq biladi deydi-yu, mashaqqatini. Endi albatta bu narsalar o'ziga yarasha bir mashaqqati bor, o'ziga yarasha bir qiyinchiligi bor. Bu narsalar bir riyo uchun aytmayapman, lekin ya'ni jarayonni bir ko'rsatishlik uchun, ko'rsatish maqsadida bir bu videoni olishga qaror qildik. Ya'ni ertaga Alloh taoloning huzurida turganimizda zora biz kichik deb bilgan amalimiz bizni kelib turib bir najot yo'limiz bo'lsa, bizni qutqarsa. Shundayki aziz do'stlar, biz doim aytamiz, yaxshilik ishlari ko'p, yetarki bizda bir xohish bo'lib, istak bo'lib, bir harakat qilsak, albatta bir yaxshilikni topamiz. Alloh taolo o'z barchamizni qabul qilsin. Alloh taolo o'zi barchamizni o'zi rozi bo'ladigan amallarni qilishga tavfiq bersin. Va mana oldimizda fazilatli kunlar, oxirgi Ramazonning 10 kunligi, 10 kechalari. Bu kunlarni g'animat bilaylik. Yilda bir marta keladigan kunlarni, kechalarni g'animat bilib, qadr kechasi topishga harakat qilib, bu kunlarni g'animat qilib, fursatni qo'ldan boy bermaylik. Alloh taolo barchamizdan qabul qilsin. Alloh taolo o'zi barchamizdan rozi bo'lsin.